Bir odam tasavvur qiling, oxiratdan umidi yo'q, shu dunyoda zo'r yashasam bo'ldi degan g'am bilan yuribdi. Bu odamning hayoti kulgili bo'ladi. Shu dunyoni o'zida zo'r yashashlik uchun insonga 3 ta narsa kerak. Sog'liq kerak, vaqt kerak, pul kerak. Yana ikkinchi, hech qachon uchalasi bir bo'lmas ekan. Albatta bittasi yo'q bo'lar ekan. Yoshlikda sog'lik bor, vaqt bor, puli yo'q. 15-30 yoshlar chamas. Ikkinchi bosqich, 30 bilan bir 50 yoshda orasi. Do'kon ochdingiz, ish yurgizdingiz, ishingiz yurishib ketdi, tovar olib kel, soat hisob kitob qil, qolgan tovar, ostatga tovar, unga pul xullas, vaqt yo'q. Sog'ligi bor, pul bor, vaqt yo'q. Endi 60 dan keyin bolalar katta bo'ldi, ishni bolalarga topshirdingiz, bolalar yurgizyapti, pul bor, vaqt bor, lekin sog'ligi yo'q. U dunyoda o'zida saodatli bo'lish uchun 3 ta narsa kerak edi. Sog'lik, vaqt, pul edi. Ammo Allohni tanisa inson, uni roziligini hamma narsadan ustun qo'ysa, shuni yo'lida umrini sarf qilsa, bunaqa maqsadda yashayotgan odamni bo'ydoqlik davri ham zo'r bo'ladi. O'rta yoshi ham zo'r bo'ladi. Qaragandagi holati ham zo'r bo'ladi. Umriga shunday qarab 70 yil hayotiga. Zo'r yashadim hayotimni.